4 kishiga $1000 dan oshiq bozorga pul ketdi desam ishonasizlarmi? Ma'no deydilar. O'zi ma'no nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Ma'nosiz bo'lib, ma'nosiz ma'no bo'lib chiqsa-chi. Balkim bizlar hozir hammamiz o'likdirmiz. Postlaringizni ko'rdim, sovchi kutayotganda yozilgan dasturxonni 5 baho sizga. Uka, endi oshirib olding deyishinglar mumkin, lekin qo'yib bersa bundan battar qilasizlar-yu. Jonajon to'rtta qudalarimizga ertalabdan bozor qilish boshladik. Menyuda qanaqa bo'ldi deysizlarmi? Menyuda bo'lsa ko'z ko'rib, quloq eshitmagan salat va ovqatlar bo'ldi. Hammasini Alexkidan bittalar chirtib oldik. Ayyo uka, bunaqa pulga men to'y o'tkazib yuboraman desanglar, spiskalarni yozib beraman bozorda, bemalol o'zinglar qilib bersanglar ham bo'ladi. Unda xizmating qanaqa bo'ladi deysizlarmi? Telefon qilsanglar bemalol hammasini tushuntirib beramiz. Olayotgan mahsulotlarning sifatini ko'ryapsizlarmi? Bitta like bosib qo'yasizlar. Qishda tarvuz giloslar ham bor deysizlarmi? Undan muammosi yo'q opajonim. Aytgancha bu videoni mehmon chaqirib qo'yib boshini qotirib o'tirgan opajonlarimizga jo'natib qo'yamiz. Qilib bozorlarni qilib bo'ldi, endi borib ish boshlasak ham bo'ladi. Sizlar 4 ta dona mehmonga nechta pul sarflaysizlar? Hammaga xayr.